PUBG'da xuddi shunaqa grafikadan mana shunaqa qilish xohlasizmi? Unaqada videoni oxirigacha ko'ring. Aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki ultimate bo'lishimizga ozginagina odam qoldi. Kaputta montajimizni qilib bo'lgandan keyin shu yarqisini agarda PUBG'da 150 bo'ladigan bo'lsa, uni tushirib qo'yasiz. Undan past bo'lsa ko'tarib qo'yasiz. Va qolgan joylarini xuddi shu videodagidagi qilib to'g'rilab chiqasiz. Bu joyda har bitta rangi 10-15 gacha bo'lgan sonlar orasida qo'yib chiqishimiz kerak. Keyin tayyor bo'lgan videomizni kачествосini boriga qo'yib saqlanib qolamiz. Keyin shu videoda Coloro degan programma kerak bo'ladi. Bu joyda o'zimiz yasagan videoni kirgizib, ko'rsatilgan joylarga kirib, bu joyda birinchisi 10, ikkinchisini 95 va uchinchisini ham 10 qilib to'g'rilab olamiz. Bunda ham bor kачествоda saqlanib olamiz. Mana o'sha videomiz. Agarda sizda CapCut Pro bo'ladigan bo'lsa, ushbu ko'rsatilgan joyga kirib, TV'sini 50, pastini 100 qilib saqlanib qo'yadigan bo'lsangiz, kачествоsi bundan da zo'r bo'lib chiqadi. Shuncha mehnatni qadrlagan holatda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying, chunki uncha odam bunaqa ipidan ignasigacha tushuntirib bermaydi.